Assalomu alaykum. Bizda berilgan geometrik masala beshburchak, muntazam beshburchak, hamma tomonlari teng. Hop, YH balandlik bo'lib BC tomonga tushgan berilgan ma'lumotlarda. Hop, AK masofamiz 7 ga teng ekan. X ni qiymati, ya'ni FK uzunligini topishimiz kerak ekan. YH balandlik o'z navbatida bu burchak tenglikka bo'lib chiqadi, ya'ni bistrisa vazifasini bajarib chiqadi. Aynan beshburchakda ustidan tushganligi uchun. Endi bizda nimalar berilgan? Hop, YF uzunligi bilan FD uzunligi bir-biriga teng. Demak, egachga to'lsak A deb, umumiy YD uzunligimiz 2A ga teng bo'lyapti. Ya'ni bu muntazam uchburchak, AE uzunligi ham 2A ga teng bo'ladi. Endi bizda uchburchak bor. Uchburchagimiz AEF uchburchagimiz uchun bistrisa xossasini ishlatsak bo'ladi. A ni X ga nisbati teng bo'ladi 2A ni 7 ga nisbati. O'zaro tenglamani ishlasak, x qiymati demak 3/5 ga teng bo'lar ekan.